To'rtinchi bo'limda bizda disa gruppalar bor, pastshinalar bor va matrix, monokanal va общий LR toplay ketgan. Disa nima? Disa bu bir nechta mikrofonni ovozni bir vaqtda ko'tarib tushirish. Ya'ni 4 ta mikrofon nimadir bir gruppani общий o'zini har birini ko'tarib tushirmasdan disani o'zidan ko'tarib tushirsa bo'ladi. Misol uchun etnik turibdi. Etnik gruppalarda mana shu ishlaydi. Ko'tarsa ko'tariladi, tushsa tushadi. Basshina nima degani? Basshina bu yordamchi chiqish yo'llari. Ya'ni basshina bu kanalni monitorga berish, любой kanalga effekt berish. Mana shunaqa narsalar. Matrix nima? Matrix bu tayyor basshinadagi zvukni yoki общийdagi zvukni matrix orqali yana boshqa zalga yoki boshqa apparaturaga berish uchun foydalansak bo'ladi. Juda ham zo'r narsa.